Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari, videolarimizni kuzatib boruvchilar. Mana bugun tayyor bo'lgan biogomuslar va tayyor bo'layotgan biogomuslar haqida hamda chuvalchanglarning zichligi haqida bir video obzor qilib ma'lumot bermoqchimiz. Bioreaktorlar mana bu usti nima sababdan klinikada yopiq desalar, kuchli yomg'ir qorlarda ham ichidagi chuvalchanglar issiqda tuxum qo'yishiga yaxshi. Ham bulardagi biogomuslarimiz tayyor bo'lib qolgan, quruqroq holatda turadi. Bu payt kunlar ochilganda elaveramiz. Mana bioreaktorlar. Mana shunday kichkina qilib chiroyli qilib bioreaktor tayyorlayapmiz. Mana bu yerdagi bioreaktorimizni tayyor bo'lgan biogomuslarni elab sotuvga tayyorlab qo'ydik. Va mana pastdagi issiqxonamiz ichiga ham 3 ta katta bioreaktor qilganmiz. Buni ham ichida Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchanglari zich holatda. Bular biogomus ishlab chiqarish jarayonida. Ko'p videolarimizda aytib kelaturdik, pastdagi uzun voshimiz tagidagi bioreaktorlarni ham to'ldiramiz deb. Nihoyat o'sha ko'rganga keldik. Mana pastdagi uzun voshimiz tagida ham 5 ta katta bioreaktorlarimiz bor. Bular xudo xohlasa aprel oyida oxiri, may oyining boshida biogomuslarimiz tayyor holatda bo'ladi. Mana bu sotuvga tayyor biogomuslarimiz Vichy sort 05 razmerda elangan, sifati a'lo darajada. 1 tonnadan oshiqroq biogomusimiz tayyor holatda. Kimga biogomuslar kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Holati zo'r. Zahira go'nglari mana pastda 1 pritsep, tepada 1 pritsep. Mana bu yerda ham 2 pritsep go'ngimiz bor. Go'ngni zahira qilib qo'yganimiz yaxshi, mahsulot o'zimizga kerak. Vaqtimiz bo'lganda mana bu yerga ham hozir tomorqadan unumli foydalanish uchun agatlarni kompleks qilib bitta katta bioreaktor bo'ladigan joy qildik. Xudo xohlasa bu yerga ham bitta katta bioreaktor bo'ladi. Kengaytirish ishlarini olib boryapmiz. Mana bu yerdagi polimizdagi chuvalchanglar juda zich holatda. Chuvalchanglar 1 million so'm 1 kvadrati, 3 ta banan korobka bo'ladi. Asl Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchanglari. Chuvalchanglar bizdan kimdir xarid qilib biogomus yetishtirish niyatida bo'lsa, maqsadi bo'lsa, bular yetishtirgan biogomusni o'zimiz sotib olamiz. O'yini o'zim sotib olaman. Bu juda katta imkoniyat. Qo'rqmasdan tomorqalaringdan unumli foydalanib, go'nglardan samarador foydalanib, chuvalchanglarni olsalaring, biogomuslarni o'zim sotib olaman. Mana chuvalchanglar zichligini ko'rsatib o'tib ketaman. Chuvalchanglar juda zich. Go'sh holatda. Kunlar isib uji bular mana hammasini belida belbog'i bor. Tuxum qo'yish, ko'payish jarayonlariga, vaqtlariga yetib keldi. O'zlaring ko'rib zichligiga baho beraveringlar. Hammasi zich holatda.
O'zlaring kesalaring